namoz o'qishni boshladim. Dastavval bomdod, keyin esa 5 mahal. Oradan kunlar, oylar o'tdi. Ishonasizmi? Yillab qidirgan halovatimni topdim. Ishlarim yurisha boshladi. Nima ishga qo'l urmay, nima niyat qilmay hammasi ijobat bo'la boshladi. Allohga bir qadam yaqin bo'ldim va tushunib yetdim. Agar Alloh men bilan bo'lsa, kim menga qarshi chiqa oladi? Agar Alloh menga qarshi bo'lsa, kim men bilan turib bera oladi? Agar siz ham Allohni tanib olsangiz, demak hamma narsani qo'lga kiritibsiz. Agar Allohni tanimay o'tsangiz, hech nimani bilmay o'tibsiz. Namoz o'qishni boshladim. Dastavval bomdod, keyin esa 5 mahal. Oradan kunlar, oylar o'tdi. Ishonasizmi? Yillab qidirgan halovatimni topdim. Ishlarim yurisha boshladi. Nima ishga qo'l urmay, nima niyat qilmay hammasi ijobat bo'la boshladi. Allohga bir qadam yaqin bo'ldim va tushunib yetdim. Agar Alloh men bilan bo'lsa, kim menga qarshi chiqa oladi? Agar Alloh menga qarshi bo'lsa, kim men bilan turib bera oladi? Agar siz ham Allohni tanib olsangiz, demak hamma narsani qo'lga kiritibsiz. Agar Allohni tanimay o'tsangiz, hech nimani bilmay o'tibsiz.